muntazam uchburchak. Muntazam uchburchakni 3 ta tomoni teng bo'ladi. Nimasi teng bo'lar ekan? 3 ta tomoni teng bo'lgan uchburchakning 3 ta burchagi ham teng bo'ladi. Uchala burchak ham necha gradusdan bo'lar ekan? 60 gradusdan. Mana bu uchburchak muntazam uchburchak. Uchburchak muntazam uchburchak yoki qanaqa uchburchak dedik? Teng tomonli uchburchak. Nima uchun? Tomonlari teng. Demak, bu uchburchakni mana bu burchaklari ham, mana bu burchagi 60 gradus, bu burchagi 60 gradus, bu burchak necha gradus bo'lar ekan? 60 gradus. Yoki 3-chi aytadiganimiz, 2-chi aytadiganimiz, 2-chi. Mana uchburchak, mana uchburchak. Mana bu burchagi 60, mana bu burchagi 60, mana bu burchagi 60. Qanaqa uchburchak bu? Teng tomonli. Ana shu 3 ta burchagiga qarab turib, shu 3 ta burchagiga qarab turib, 3 ta tomoniga teng belgisini qo'ysak bo'lar ekan. Demak, 3-chi aytadiganimiz ketdik. Mana uchburchak. Uchburchak. Xo'sh, A, B, C. A, B, C. Xo'sh, A, B, C, A, B, C muntazam deyapti. A, B, C muntazam. Mana bu chiziq o'tdi. Mana bu burchak 130 gradus. X ni toping dedi. A, B, C qanaqa uchburchak ekan? A, B, C. Qanaqa uchburchak ekan? Muntazam. Mana qarang. Mana bu uchburchak muntazam uchburchak. Ko'ryapmizmi muntazam uchburchakni? Muntazam uchburchakning burchaklari necha gradusdan bo'ladi? Demak, siz mana 60 qo'ysiz bo'ladimi? 60 qo'ysa bo'ladi. 60 bo'lsa, mana bu qarang, mana bu ikkalasini qo'ysa 130 chiqish kerak. Bu ikkalasini qo'ysa 130 chiqish kerak. X'imiz qancha bo'ladi? Qancha bo'lar ekan? 70. Demak, ketdik. Yana bir qiziq savol ko'ramiz. Xo'sh, demak 4-chi deymiz. 4-chi. Mana uchburchak, mana uchburchak. Xo'sh, mana uchburchak. Burchagi 50. Xo'sh, mana burchak X ni toping deyapti. Mana bu ABC, ABC, ABC muntazam deyapti. ABC qanaqa uchburchak ekan? Muntazam uchburchak. Xo'sh, qanday qilamiz? X topishimiz kerak. Xo'sh, mana bu 50 mi? Bu qanaqa uchburchak? Bu qanaqa uchburchak? Bu qanday uchburchak? Bu qanaqa uchburchak? Teng tomonli uchburchak. Mana shu uchburchakning burchaklariga 60, 60, 60 qo'ysak bo'ladi. 50 mi? 130 qoldimi? 130 qoladigan bo'lsa bu 65, bu 65. X ni qanday topasiz? Xo'sh, yaxshi. Davom etamiz. Xo'sh, 5-chi. Mana uchburchak. Xo'sh, mana bunaqasiga chiqdi. Burchakni 100 dedi. ABC dedi. ABC. ABC muntazam dedi. ABC. Xo'sh, ABC muntazam. X ni toping dedi. Qaysi muntazam uchburchak? Qaysi uchburchak muntazam uchburchak? ABC. ABC. ABC degani mana bu muntazammi? Mana shu muntazam uchburchak. Bu muntazam uchburchakda mana bu burchagi ham 60, mana bu burchagi ham 60, mana bu burchagi ham 60 mi? Yozmadim, qorishib ketadi, topishda qiynalasiz. Demak, qarang, mana bu tengyorlikmi? 100 mi? Qancha qoldi sizda? 80 qoldi, bunisi 40, bunisi 40. 60 bo'lish kerak. X qancha bo'lar ekan? 20 bo'lar ekan. Xo'sh, demak ketdik, davom etamiz. Xo'sh, yana, xo'sh, 6-chi, mana, xo'sh, mana va mana. Mana burchakni 40 deyapti. X toping deyapti. Bizada mana bu burchakni muntazam deyapti. Qanaqa uchburchak ekan bu? Muntazam uchburchak. Muntazam uchburchakda nima bo'ladi? Bu 60, bu qancha? 60, bu qancha? 60. Mana bu bilan buni qo'ysangiz 60 ga yetish kerakmi? 2 ta x ga 3-ni tashqisi. X'imiz qancha bo'lar ekan? 20 bo'lar ekan. Xo'sh, yaxshi, davom etamiz. Xo'sh, ketdik demak. Xo'sh, 7-chi. Xo'sh, mana bu. Xo'sh, A, B, C. Tak, mana bu 90 gradus. Mana bu burchak alfa deyapti. ABC muntazam deyapti. ABC ni muntazam. ABC muntazam degani mana muntazammi? Bu muntazam degani 3 ta tomoni ham tengmi? Mana bu. Mana bu tengmi? Bu qancha? 60. Bu qancha? Bu 60 bo'lsa bu 30 mi? Mana bu burchakning tengligini, teng yorliqligini ko'ryapsizlarmi? 30 gradus bo'lsa necha gradus qolib ketdi? 150 gradus qolib ketdi, 75 bo'ladi. Bir qiziq savol yozamiz. Kvadrat qanaqa shakl ekan? Hamma kvadrat nimaligini bilamiz? Nima kvadrat?
Ha, teng tomonli to'rtburchak, tomonlari teng va burchaklari 90 gradus bo'lgan to'rtburchak. Bizga aytyapti, mana burchak alfani toping deyapti. Alfani qanday qilib topamiz? Xo'sh, mana bu uchburchakni muntazam deyapti. Qanaqa uchburchak ekan? Nima degani muntazam? 3 ta tomoni ham teng, 3 ta burchagi ham teng. To'g'rimi? 3 ta tomoni ham teng. Mana bu ham teng. Burchaklari ham necha gradus? 60. 60, mana bucha 60. Bu so'ralmasin, masala oddiy bo'lib qolar ekan, bu burchagimiz 30 bo'lib qoladi. Nima uchun 30 bo'ladi bilasan? Bu kvadrat-ku. Keling, qiyinroq qilaylik masalani, alfani toping desam. Alfani toping desam. Mana burchagim qancha? 30. Tushunasizlar? Katta shakl qanaqa shakl? Kvadrat. Kvadratda tomonlari tengmi? Mana bunday qilsam bo'ladimi? Teng. Bunday qilsam bu ham tengmi? Mana bu ham teng. 30 gradus bo'lsa teng yonli hosil bo'ladimi? Bu ham necha bo'lar ekan? Alfa. Alfani topsa bo'ladimi? Alfani topsa bo'ladi. Xo'sh, 9-chi. 9-chi eshiting. Bu teng. Xo'sh, mana bu teng. Bu 60. Bu 80. Qisqasi alfani toping degan savol bo'lyapti. Qanday qilib ishlaymiz? Qarang. Bunaqangi 4 burchakli masalalarni 3 burchakka o'tish kerak. 3 burchakka o'tish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala 3 burchak qilib chiziq tushirish kerak, a? Qarang. Chiziqni qayerdan tushirgan qulay? Chiziqni mana bu yerdan tushirgan qulay. Ko'ryapsizlarmi? Nima uchun chiziqni shu yerdan tushirgan qulay? Bu olmishmi? Teng yonlimi? 60 teng yonli. Qancha qoldi? 60 bo'lsa. 120 qoldimi? 122 taga bo'linsa 60. Bu 60, bunisi qancha bo'ladi? 60. 60 bo'lsa, mana bu ikkita chiziqchani mana bunga ham qo'ysam bo'ladimi? Yaxshi. Bu 80 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 80 mi? Teng yonliligida. 80. Bu qancha bo'ladi? 20. Alfani topsak, alfamiz qancha bo'lar ekan? 80 bo'lar ekan. Xo'sh, yaxshi. Davom etamiz. Yana qiziq misollardan ko'ramiz. Xo'sh, demak 10-chi. Mana 3 burchak. Chiziqni qayerdan topib tushirgan qulay? O'tkazdim-ku. Bu 60 mi? Teng yonlimi? Qancha qoldi? Bu qancha? Bu teng-ku uchovi. Mana 3 ta burchak tengmi? 3 ta tomon ham teng. Mana bunday qilsa bo'ladimi? Bu 60 bo'lsa, bunisi necha bo'ladi? 30. 75. Bu alfa bo'lsa, bu ham 2 ta alfamiz teng. 150. Alfamiz necha bo'lar ekan? 75 bo'lar ekan. Xo'sh, davom etamiz. Xo'sh, yana bir qiziq masala bo'lsin. Tak. 11. Katta uchburchakka qarang. Katta uchburchakni ko'ryapsizlarmi? Katta uchburchak. Bu qancha? Qancha bo'ldi? Ana burchakka olmish qo'ysam bo'ladimi? 4 burchakni ko'ryapsizlarmi? Chiziq tushirishim kerak. Qayerdan tushiray? Mana shuni tushirish kerak. Qarang, tushiradigan bo'lsam, bu 60 mi? 60. Bu ham 60. Bu ham qancha? 60. Mana bunday chiziqcha qo'ysam bo'ladimi? Nima uchun qo'ydim? 60 gradus bo'lsa 110 edi. 110. 50 qoldi. 50 qoldimi? Bu teng yonli bo'lgandan bu ham qancha bo'ladi? Alfa. 2 ta alfa teng 130. Alfani topsa bo'ladimi? Alfani topsak bo'ladi. Yaxshi. Xo'sh, davom etamiz. Xo'sh. Demak, 12-chi. Mana 3 burchak. Mana burchak 20 deyapti. Buni alfa deyapti. ABC. A, B, C. ABC muntazam. AB bilan AB teng BD.
Qaysilar teng ekan? A B bilan B D. A B qani? Mana bumi? Qaysi teng ekan? Bu bilan? Mana shu ikkovi teng ekan. Ko'rdinglarmi? A B C muntazam. A B C muntazam. A B C ni hammasiga sariq chizsa bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Muntazam degani mana bu burchagi qancha bo'ladi? 60. Mana burchagi qancha bo'ladi? Mana burchagi qancha? 60. Mana burchagi ham qancha? 60. Sizda mana bu yerda teng yo'lli uchburchak hosil bo'ldimi? Teng yo'lli hosil bo'ldimi? Bu qancha? Qancha qoldi sizda? 140. 140. 70 70 bo'ladimi? Bu 70, bu ham 70 bo'lishi kerak. Alfa necha bo'lar ekan? 10.